Oy o'quvchi ayt nega holing parishon, bahodan yuraging ezilyaptimi? Go'yoki kundalik onda birgina sening imtihon baholaring uch bo'lyaptimi? O'qishda unum yo'q, sinfda tinchlik, imtihon qiyinligi sezilyaptimi? U ham yetmagandek ustozlaring ham institutga kir deyishyaptimi? Boshimda ilm yo'q, cho'ntakda pulim, maktabni qadrini bilmayapmanmi? Istasam ilmga topolmayman iloj, gar kitobga boqmasam internet hayotmas. Mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu maktab. Oqdanam, qoradanam, uzundanam, kaltadanam, oriqdanam, semizdanam qolar bu dargo. To'qqizdanam, birdanam, to'rtdanam, sinfdanam, maktabdanam qutularsan bir kun. Chekishdan, ichishdan, behuda yurishdan, internet dardidan hasratin mudom. Formang yo'q maktabni zo'rday, tez darslar tugashim siqilyaptimi? Telefonga berilma, o'tirma jo'ra, o'ylanib o'tirma turundan ko'ra, ustozning ilmidan chorasin so'ra. To'xtama toki maktab tugayaptimi? Siqilma, mehmonsan maktabda bugun ham, ko'p uchrar yo'lingda o'qigan o'qimagan ham. O'qiyman desang endi topilmas iloj, gar yo'lingni topmasang topmas birov ham. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu maktab. Hayotdanam, odamdanam, maktabdanam, bog'chadanam, ilmdanam, ustozdanam qidirma xato. Direktordanam, zavushdanam, maktabdanam, sharoitdanam, issiqdanam, sovuqdanam nolima aslo. Bahodan, jazodan, dardi bedavodan, ilmsiz o'quvchidan asrasin Xudo. Siqilma, ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham. Siqilma, hali zo'r kunlar keladi, yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil, shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi.